Kariz qaynonam bilan yosh bolachalar kafesiga birga borishga uyalaman. Chunki qaynonam bu kishini g'iybat qilayotganlarida baqirib gapiradilar. Biz boradigan yosh bolachalar kafesiga soatiga pul to'lash kerak. Kariz qaynonam hammani oldida namuncha qimmat deb baqirib gapirdilar. To'g'risi juda ham uyalib ketdim. Agar qimmat bo'lsa keyingi safar bormasak bo'laverardi, lekin hammani oldida qimmat ekan deb baqirib gapirishlari menga umuman yoqmadi. Yana yoqmaydigan tomoni, sovuq bilan boshqa bolacha turtilib ketsa, o'sha bolachani juda ham baqirib so'kib beradilar. Bechora turtilib ketgan bolacha yig'lab ota-onasining yoniga yugurib ketadi. Baqirmasdan, so'kmasdan yaxshi gaplar bilan tushuntirsa bo'lardilar, lekin kariz qaynonam yosh bolachalarni yaxshi ko'rmasligini shu yerda ham bilintirib qo'yadilar. Yosh bolachalarning kafesida har xil yosh bolachalar uchun ichimliklar va yeguliklar sotadi. Men ham shu yerdan marojna olib yeb ko'rgandim. Marojnani 4,5 mingga oldim desam, namuncha qimmat, bu yerni olmayin deb rosa baqirib gapirdilar. Xullas, hamma narsaga qimmat deb hammani oldida sharmanda qiladilar.